Do'stlar, bugun monomarkaz haqida qisqacha video bo'ladi. Hozir biz Farg'ona viloyatidamiz, Farg'ona shahridamiz, monomarkazda. Bu meni kabinam. Bugun quyilgan choy. E'tibor berishlaring mumkin. Bugundan boshlandi o'sha bu turba qo'yilishini, ichlarida shlaklariga ham e'tibor berasizlar. Endi bular hammasi oddiy elektrodniy svarka apparat. Bu polavtomat. Polavtomatda hozir manuallar qo'ydim, e'tibor berasizlar. Shular polavtomatda qo'yildi. Soat 1:30 bo'lyapti. Boshqa o'quvchilar ketdi. Faqat men qoldim. Mana hozir tugataman. Endi pechka yasalyapti hozir bitta. Ko'rishlaring mumkin. Bu polavtomat, narigilar oddiy svarka. Dars 9 da boshlanadi, 1 da tugaydi. Yana nimani aytsam bo'ladi? Hozir keyin eng arzon elektrodda ish qilyapmiz, 2 lida, eng arzon. 85 ming turadi buni pachkasi. Hozir mashinada iloji boricha yaxshi qo'yilsa, keyin qimmat ko'k, yashil elektrodlarda vobshe tiniq quyilib ketilaveradi. Sababi past tarafni quyayotganda, hozir past qani. Mana shu past taraf. Past tarafni quyayotganda oqib qolyapti, pastni ushlatish oson bo'lmayapti. Nimada bo'lsa, yashil yoki ko'k elektrodlarda, qimmatroq elektrodlarda, masalan, mana uni taxminan narxi 100 so'mga to'g'ri kelsa, ularga 300 so'm, 400 so'mga to'g'ri keladi. O'shanda o'shlarga uje yopishib, chiroyli chiqar ekan choklari. Qo'ldan kelguncha shunda uryapmiz. Bu esa bilmayman, domlalar quyganmi yo o'quvchilar quyganmi? Ko'rgazmaga o'xshatib chiroqli qilib qo'yishgan ekan bitta. Choklar cho'tki chiqqan. Hozir biz qilayotgan turba uloqlar. Bu press apparat bo'lishi kerak. Katta bosim bilan bosib beradi. Bunga faqat polavtomat ishlayapti. Bu pechkaga oddiy svarkada qilingan yo'q. Barcha joyini chiroyli qilib, buni yamab chiqilyapti burchaklargacha. Hozir buni tushishi ko'rasizlar, hozir qo'yib berishim. Ko'rishlaring mumkin bu pechka. Ne bo'lib turib, matdan turba chiqib ketadi. Matdan turba chiqib ketadi. Mayda granular nimasi bor, u xuddi shunaqa maydalangan o'tin uchun-da u. Mayda-mayda o'tinlar solib yaqish uchun. Keyin mana bu narsani men endi ko'rdim, biladiganlar bilsa kerak. Ham magnit ekan, ham xuddi mana ularni burchagini bilib berar ekan. Bitta qo'lda qiyin bo'lyapti. Xullas bunday olib kelsangiz 90 gradusda bilib berar ekan. Cho'tki qilib. Polni kaskalar, keyin bolgarga barcha narsalar bor. Prosta kaskani o'zimga yangi oldim. Bular to'k tugagan. Mana bunaqa joylari shikar, yaxshi ishlamaydi. Singan, mana bunaqa chiqib ketgan. Xullas yaxshi ishlamaydigan kaska ekan, o'zimga yangi kaska oldim.
hozir kaskani 100 mingga oldim, eng arzoniga 100 mingga oldim kaskani. Do'stlar, endi bu gaz balon. Bunisi tent bo'lar ekan. Tent qizdirib berar ekan. Tent mana to'kka ulangan. Qizdirib berganda ichidagi adashmasam azot. Endi bugundan boshladi, pol avtomatda ham qo'yishdi. Shuning uchun agar adashayotgan bo'lsam to'g'rilab ketasizlar. Azot shuni открыть tarafiga burilsa, mana davlina 500 ga chiqadi. 500 ga chiqdi. Yopib qo'yamiz. Bu to'lsa 100 mingga chiqar ekan. To'lsa mingga chiqar ekan. Bu to'lganda 8 kilo simni tugatar ekan. Ichida 4 kilo sig'ar ekan buning ichiga. 8 kilo simni tugatar ekan. Mana shu bitta gaz bilan. Buni gazligi ham bo'lar ekan, gazsizi ham bo'lar ekan. Gazligi bilan gazsizni farqi, gazli yumshoq qo'yar ekan. Shlak qoldirmaydi ekan, gazsiz bo'lsa shlak qoldirar ekan. O'shun bilan farq qilar ekan do'stlar. Qiymatda bizdan oldingi o'qigan nimalarni, o'quvchilarni qilgan ishlari. Temirdan avtomobillar yasashgan, albatta. Shu arava yasab qo'yishgan, o'rtada nimalargacha turibdi. Pachinni qo'yib qo'yibdi g'ildirakdonniga. Bu bo'lsa tanki. Septi qo'yib qo'yibdi. Eng zo'ri mana oldin bir video qo'lladim. Nimasini ushlab turar ekan.